Так, здравствуйте, друзья. Очередной видеоотзыв. Muhabbat opa, assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring и yoshingizni ayting. Mani ismim Muhabbat, yoshim 61da. Так, qaysi muammo bilan kelgansiz bizning sentrga? Bu yoqqa men birinchidan grija bor, diski bor belimda, keyin ko'proq asosiy muammom kolenniy sustavda yemirilish ketayotgan ekan, уже 2-3 stepen. Artroz 3-4 stepen. Tak, bundan oldin qanaqa davo qilib ko'rgansiz? Nima bilan davolangansiz? Endi doktorlarga borganman, больницада yotganman. O'tda menga endi terapevtik lechение qilishgan, keyin sustavga ukollar qilishgan, har xil plazma terapiya qilishgan, ish qilib har xil lecheniyalar qilib ko'rganman. Tak, foydasi bo'lganmi? Foydasi bo'lgani men bu yerga kelmas edim. Tak. 3-stepengacha oxiri olib bordim. Уже bir pas poylasam operatsiya ekan. Bizani ko'p mijozlarimizni qiziqtirayotgan savol mashg'ulot qiyin bo'ladimi? Trenajyorlar ko'rib ko'pchilik qo'rqyapti. Qanaqa qilib katta yoshimda shunaqa mashqlar qilaman deb. Shu narsa bo'yicha fikringizni aytsangiz. Yo, bu trenajyorda qiyin emas. Endi shu yoshimda men qilganimdan keyin bilmadim. Qiyin emas. Men o'zi вообще bu narsa to'g'risida oldin informatsiya olgan edim. Internetda tayyor bo'lib kelganman bu yerga. Keyin kuchli og'riq bilan kelganman. Qanaqa qilib qilar ekanman deb hayron bo'ldim men ham rostdan ham. Sog'ayishga aniq ishtiyoqim kuchli bo'lganligi uchun bularga polniy ishonib o'zimni doверить qildim-da, endi topshirdim o'zimni. Boshida to'g'risini aytsam, 2 kun, 3 kun qiyinroq bo'ldi. Qiyin qanaqa? Sal og'riqli bo'ldi-da endi undan keyin. Undan keyin o'tib ketdi. Hammadan birin tizzam og'rig'i o'tib ketdi. O'zimni состояние ham yaxshi bo'ldi. Qanaqadir yengil bo'ldim. Hozir вообще. Tak, da, savolimda oldindan javob berdingiz. O'sha effekt, zaniyatidan keyin bo'layotgan effekt aytib bersangiz, mana o'sha bugun где-то 2-kurs taxminan tugatyapsiz. Boshida kelganingiz bilan hozirgi farqini aytib bersangiz, nimada yurayotganingizda, zinadan chiqayotganingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Ana kuni bitta ayolni ko'rdim-da, zinalardan tushib kelayotgan ekan-da. Bitta qadam tashlab, men o'shanda aytdim, birinchi kelganimda men ham shunaqa edim dedim. Hozir ko'rgan bo'lsangiz o'zingiz sakrab tushaman zinadan. Effekti qaytanga ana xuddi yosharayotganimga o'xshayman. Uyda misol uchun g'alati og'ir bo'lib tursam, bu yerga kelaman-da, mashqdan keyin yana yengil bo'lib mazza qilib ketaman. Sog'inaman bu yerga kelishni, to'g'risi. Qo'ying. Endi mijozlarimizga agar qanaqadir takliflaringiz bo'lsa, bir-ikki og'iz aytib o'tsangiz. Taklifim bunaqa kasali borlar, bu yerga kelinglar. Bilaman, hamma ham boshida ishonmaydi. Bizani o'zbekchilikda hamma ham mashq degan narsani tushunmaydi. Bizani mentalitet shunaqa ekan, biz faqat shu dori tez shuni og'riq qolsa-yu bo'ldi-yu derkanmiz, lekin bu noto'g'ri ekan. Bu yerga kelsanglar, ko'p muammolar hal bo'ladi. Hammadan birin tabiiy yo'l bilan, dori darmonsiz va yosharasizlar. Shu. Rahmat, Muhabbat opa. Sog' bo'linglar. Rivoj ishinglarga. Rahmat.